Assalomu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnamə namlı romanının davamına qulaq sağaysızlar. Bugün peşin məzgil bilen tutulğan hava Qaraqul Ahmet Mirzani tolum xuşal qılıb etken idi. Bugün işimiz onğa tatılğan oxşaydı. Hava tutulğanda keçi texmi qarangı boludu. Bu hərəkət qılışınıza texmi paydalıq. Dep oylagan idi o tutulğan havaga qarab. Əfsus, şam vaxtı bilen hava birdən də içilib, Qashqar osmonida paydo bo'lgan tuman degan yulduzlar xuddi tomosha ko'rmoqchi bo'lgandek charaqlab yenib ketdi. Buni oz ko'rgandek 14 kunlik to'lin oymi tun pardasini butunlay qayirib etgan edi. Eg'ir alyotqi mahal bilan lashkargohning orqa temining to'viga kelib bo'lgan Qaraqul Ahmet Mirza zaminni sutdek yo'rtayotgan oy bilan yulduzlarga o'shlikka kelib qarab qo'ydi-da, hamrohlarini saqlag'ach atrofni injiqlik bilan kuzatdi. Lashkargohning orqa tarafi tuman daryosining bo'yig'i bog'icha bedilik edi. Texi at yoz mazgili bo'lg'achqa, etizliqdagi bedilar texi g'ayrichim kelmaydi. Yoz fasli bo'lgan bo'lsa, bo'liq o'sgan bedilik orasida harakat qilmoq oson edi. O'ramga kelgan bedilar o'rdanni dalda bo'ladi. Qattiq ehtiyot qilmasak bu yer osonla oshkorlanib qolgandekmiz. Lekin lashkargohga kirishda bu yerdan raqlish joy yo'q. Qaraqul Ahmet Mirza xiyol surgach atrofga qaradi. Shu topda bu yerda insin ko'rinmaydi. Qaraqul Ahmet Mirza odam cho'pkidek bir ozgalga kirib elib, lashkargoh qo'riq temining ustidagi yog'ochdan yasalgan qo'pi shakllik burujga nazar tashladi. Buruj kuzatish munari. Buningda lashkarlar kuzatib turg'ach, qor yomg'irdan daldalanadi, debdi izohatda. Lashkargohning muhofizati ancha ching emasdek qiladi. Tamning ustida u yoqdan bu yoqqa menib yurgan qorovullar ko'rinmaydi. Tuyuqsiz yo'talgan ovoz Qaraqul Ahmet Mirzani sagaklashtirdi. Burchida qorovul borkan. Deganni xiyolidan o'tkazdi Mirza va osta ozgaldan o'milab chiqib, bedilikning u chetidagi ikki top qiyri sugatni nishonlab, bedilikning orasidagi eriq bilan o'milab mangdi. U hamrohlar bilan mushayga uchrashmoqchi bo'lgan edi. Ajab kechikib qoldi-ku ular. Yoki men boldir kelib oldimmi ya? Qaraqul Ahmet Mirza g'ilbi teqimg'icha sangilab turgan yeng sar xanjirini silab qo'yg'ach, lashkargohning sepildan qilishqisiz egiz tomlarga qaytadan nazar tashladi. Orqa tomning u tarafi oqtixona, samonliq, yaroqxona. Bu yerdan o'tib so'lga burilsak, piyoda lashkarlarning to'ralg'usi. Piyodalar bilan otliq lashkarlar to'ralg'usining oralig'ida o'riklik bog' bor edi. Bog' vayron bo'lib ketmagan-da balkim. Bog'ning u tarafidagi ko'ldan aylanib o'ssak ko'k saroy. Mirza Sodiqxonning osh saroyga tushgan qilganligi ma'lum. Lashkargohdagi eng isil turalg'imish shu. O'z vaqtida munofiq xo'ja Sharif Mirza shu saroyda turardi. Mirza Sodiqxon navoda ko'k saroyda turmasa, cho'qim taskaylik anjirlik ko'shikdi. Lekin anjirlik ko'shik yotishlarning turalg'usiga bakli yaqin. Mayli, nima bo'lmasin avval lashkargohga kiray. Lashkargohning ishchi menga 5 qo'ldek oyim. Lashkargohning ishchida libosni topmay qo'ymayman. Astag'firullah, bugun qiyirishqandek ajab oydan bo'ldi desa. Havo ichilmagan bo'lsa edi. Ko'shik, doja, qasr, yotishlar, kechilik chorlig'ichilar, debdi izohatda. O'z vaqtida Qashqar amri marhum Said Ahmet Mirzaning qo'l ostida Hazarbegi bo'lib turgan Qaraqul Ahmet Mirza lashkargohning o'ydingini o'jir-bujirgacha biladi. U osh kunlarni ko'z oldiga keltirib eg'ir uxtatdi. Hazarbegi degini 1000 kishilik qo'shinning sarkardasi
debdi izohatda. Asli Toshmiliqlik dehqonning farzandi bo'lgan bu yigit Qashqar amiriga o'zi xohlab lashkar bo'lgan edi. Kichkidan ovchilikqa, jambozlikqa havasi bo'lg'achqa, lashkariy mahorati xeyli yuqori edi. Boshqa lashkarlardan alohida farqlanib turadigan mahorati, qo'rqimsizligi, fan-farosati, ziyrakligi bilan tezlik ko'zga ko'rinib, Amir lashkar Xo'ja Sharif Mirzaning nazariga ilindi. Bir necha yil Xo'ja Sharif Mirzaga xos navkar bo'ldi. Keyincha Xo'ja Sharif Mirza uni asta-asta o'stirib, hazarbeglik martabasi bergan edi. Shu sababli u Xo'ja Sharif Mirzani bakli hurmatlaydi. Har qanday buyruqiga shartsiz bo'ysunadi. Xo'ja Sharif Amir Said Ahmad Mirzani kekash, panqay deb yaratmay, o'zining mushundaq bir nabob amirning qo'l ostida ishlab, o'rdining nazariga ilinolmaganligidan hasratlangan vaqtlarda uningga hesdoshlik qilgan edi. Keyin Xo'ja Sharif isyon ko'tarib, Said Ahmad Mirzani Qashqardan qo'g'lab chiqadi. Qarqul Ahmad Mirza bo'lsa, Xo'ja Sharifni qo'llab, buyruqini bejondillik bilan o'rindadi. U Xo'ja Sharifning o'rdidan yuz o'rib, Samarqand taxtigohiga bay'at qilishini, o'zini Mirza Ulug'bekning quchqig'iga etishini xayoliga keltirmagan edi. Ozgina vaqt o'tmay Sulton Malik Do'g'lat Samarqanddan kelib Qashqarga amir bo'ldi. Xo'ja Sharif bo'lsa Samarqandga Mirza Ulug'bekning o'rdisiga ketdi. Qashqar Mo'g'ulistonning tavalligidan to'liq chiqib ketdi. Ana shu chaqdalar Qarqul Ahmad Mirza o'zining xatolashib munofiq Xo'ja Sharifga hamdam bo'lganligini his qildi. El yurtni o'ziga aliga qaram qilib berganlik uchun vijdon azobi tatdi. Sulton Malik Do'g'lat Xo'ja Sharifning tavsiyasi bilan uni Qashqar lashkarlarining sarkarligiga tayinlab mansibini o'stirgan bo'lsa, lekin u vujudini chirmib numus tuyg'usidan qutulolmadi. Ish buning bilan tugamadi. Samarqand lashkarlari bilan Qashqar lashkarlari o'rtasida yuz bergan cho'ng kichik surkilishlar uni obdal qo'soq ko'pik qilib qo'ygan edi. Har qanday ishda Samarqand lashkarlari Qashqar lashkarlarini bo'zaq qiladi, kamsitadi, xizmatiga soladi, ko'ziga ilmaydi, hatto uratdi. Sarkarlarning muomalasi o'xshash edi. Amir Sulton Malik Do'g'lat bo'lsa, Qashqar lashkarlarining arzdodiga quloq solmaydi. Qarqul Ahmad Mirza oxiri bu tangsizlikka chidamadi. Bu xo'rliqqa sukut qilib yashashga g'ururi yo'l qo'ymagan edi. Bir qancha vijdonli sarkarda sarbozlar bilan maslahatlashib, xeyli atrofliq planlab qo'zg'agan qarshilik ko'sti sharkiti, jasorati sungan, birlik ittifoqi buzilgan Qashqar lashkarlarining bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarmasligi sababli mag'lub bo'ldi. Sarvoz degani 15dan to'van, 75, 105, 55 mansibidagi lashkar beshlarini ko'z tutdi. 15dan yuqorilari sarkarda deb ataladi, debdi izohatda. Qarqul Ahmad Mirza oxiri bu tangsizlikka chidamadi. Bu xo'rliqqa sukut qilib yashashga g'ururi yo'l qo'ymagan edi. Bir qancha vijdonli sarkarda sarbozlar bilan maslahatlashib, xeyli atrofliq planlab qo'zg'agan qarshilik ko'sti sharkiti, jasorati sungan, birlik ittifoqi buzilgan Qashqar lashkarlarining bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarmasligi sababli mag'lub bo'ldi. Sarvoz degani 15dan to'van, 75, 105, 55 mansibidagi lashkar beshlarini ko'z tutdi. 15dan yuqorilari sarkarda deb ataladi, debdi izohatda. Sulton Malik Do'g'lat ibrat qilish uchun 500 nafar Qashqar lashkarining qallasini oldi. Bu vahshiyona jazodan qattiq cho'chigan Qashqar lashkarlari Samarqand lashkarlariga bosh ko'tarib qaramaydigan turli xo'rliqlarga yavaşlik bilan sukut qiladigan bo'ldi. Samarqand sarkarda sarvozlari bakli batqiliq edi. Ular xotin bolalarini Qashqarga birga etganmagan edi. Shunga ko'cha rastlarda yoshroq ayollarni uchratsa, bular lashkargohga akirib oyoq osti qiladi.
Keyin Qashqar xalqi qiz ayollarni ko'cha rastlarga chiqarmaydigan bo'ldi. Ha deganda ko'cha rastlardan ko'nglashqidek ayol topolmagan sarkarda sarvozlar quturgan jinsiy havaslarni Samarqanddan birga elib olgan cho'hralar bilan qondiratdi. Cho'hra degani o'g'il, xizmatkor, bachcha debdi izohatda. Ular bunda xizmatkorlarni kamsitib hiz deb ataydi. Hiz degani hazlak, jinisdosh ma'shuq debdi izohatda. Hiz laqamlik bu cho'hra yigitlar jangga yormaydi. Tashkirgohda qirqat yo'yish, chetir o'tovlarni tozalash, naqsh aytib, usul o'ynash, sarkarda sarvozlarning put-qo'llarini tutish degandek ishlar bilan shug'ullanadi. Samarqand sarkardalari 55dan yuqori mansabdagi sarvozlarning qurbi yetsa cho'hra ilib yurishiga yo'l qo'ygan edi. Ular bundaq posiq ishlarga ancha parvo qilib ketmaydi. Shuning bilan cho'hra ilib kelinmagan sarvozlar Qashqar lashkarlari orasidagi yavaşroq, yeshi kichikroq lashkarlarni o'ziga cho'hra bo'lib ko'nglini ichishga zo'rlaydigan bo'ldi. Bu ish Qashqar lashkarlarining qattiq g'ururiga tegdi. Ular bu topdan chiqqan xo'rliqqa bardoshlik berolmagan edi. Shuning bilan Samarqand lashkarlari bilan Qashqar lashkarlari orasida yana bir qitim qirg'inchilik yuz berdi. Qattiq g'azablangan Qashqar lashkarlari tuyuqsiz hujum qilib, necha yuzlagan Samarqand lashkarlarini o'ldiribdi. O'lganlarning orasida sarvozlar chiqaroq edi. Albatta bu qirg'inchilikmi yana Qashqar lashkarlarining mag'lubiyati bilan oxirlashdi. Sulton Malik To'g'lat ibrat qilish uchun yana 500 nafar Qashqar lashkarining kollasini ilib jazoladi. Ochiq saboqni yakunlagan Sulton Malik To'g'lat barliq Qashqar lashkarlarining qurol yarog'larini emas, yenidan tig'chog'liq narsa qoldirmay to'liq yig'ib olib, turalg'usini ayirib etdi va qattiq nazarband ostiga oldi. Bundan narozi bo'lgan Qoraqul Ahmad Mirzo Sulton Malik To'g'lat bilan xeyli qattiq zakonlashdi. Shunchalik e'tiborlab izzat ko'rsatganimizga shukr qilsizlar, Mirzo, dedi Sulton Malik To'g'lat Qoraqul Ahmad Mirzoni qattiq silkib. Sarvozlarim Qashqarlik bir qancha yuz bilan ko'nglashsa nim bo'pti? Ularning xotinlari Samarqandda qolgan. Shunda qilmay amali yo'q. Saltanatimizga jinini tikib sadoqat ko'rsatayotgan ul sarvozlarni oshunchalik jimol lazzatidan mahrum qilsak, bizdan dil ranjiydi, ko'ngli soviydi. Bizni bilmaydi demislar. Lashkargohdagi bir qancha qitimliq jangi jidalning bosh sababkori Sili. Elimi Mirza Xo'ja Sharif Qashqari janoblarining yuz xotirasini qilib, yo'l qo'yib keldik. G'azbimizni besib olib, ko'ngillarga azor bermadik. Eng yaxshisi o'zlarini bilib yursinlar. Silimi bilib qolsa amir janoblari, dedi Qoraqul Ahmad Mirzo Sulton Malik To'g'latga qahri bilan tikilib. Biz azaldan sarkarda sarvozlarimizning lashkargohda har qanday fosiqlik, buzuqchilik qilishga yo'l qo'ygan emasmiz. Cho'hra saqlashni nomus deb bilamiz. U Allohning oldida kechirgisiz gunohlik ishdir. Janoblarining ul e'tiborli sarvozlari ish pushig' tatib qolgan bo'lsa, o'zlarining orasidagi cho'hra izlari bilan ko'nglashqay. Sulton Malik To'g'lat Qoraqul Ahmad Mirzoga gap deb bermay, uni amir mahkamasidan qo'g'lab chiqarib etdi. Shu kechasi Qoraqul Ahmad Mirzo sarvoz lashkarlarini lashkargohdan qaytishga tashkillagan bo'lsa, qorovullar tuyib qolganlik uchun faqat oz sondagi lashkarlarla qochib ketadigan edi. U Qashqarni besib olgan Samarqandliklarga xizmat qilishni nomus deb bilgan edi. Ammo shundan keyin u mo'kib yurib, Sulton Malik To'g'latga qarshi yoshirin harakat qilib yurdi. Ammo Sulton Malik To'g'latga qasd qilish maqsadiga faqat yetolmadi. Qashqarda bo'lgan ishlarni tafsiliy bayon qilib,
Qashqar xalqi nomidan Samarqand ordisiga orqa-marqa ariza yo'lladi. Bu ishlardan xabar topgan Mirza Ulug'bek Sulton Malik To'g'latni Samarqandga qaytarib ketib, uning o'rniga Pirhoji Muhammad Shoyastani avatdi. Qashqarga yetib kelgan Pirhoji Muhammad Shoyasta Qoraqul Ahmad Mirzani Qashqar lashkarlarining sarkarligiga qayta taklif qilgan bo'lsa-mu, Qoraqul Ahmad Mirza Makkaga berib haj tavob qilaman degan sababni ko'rsatib, bu taklifni chiroyli rad qildi. U Qashqarni besib olgan Samarqandliklarga xizmat qilishni nomus deb bilgan edi. Beydilikning u chetidan itning uzib-uzib 3 qatim qavgan ovozi Qoraqul Ahmad Mirzaning xiyollarini uzib qo'ydi. U shartta beshini ko'tarib atrofga nazar tashladi. Xeyli nerdan bir qancha ko'langini ilg'a qildi-da, itni do'rab 3 qatim qavdi. U tunugin ko'zichi yor beshidagi qo'roda hamrohlar bilan ashundoq belgi berib tepishni kelishib olgan edi. Ayol o'tmay yiliq 6 nafar yigit qirlarning daldisi bilan o'milab yetib keldi. Shu topda Burujdagi qorovullar sezib qolgan taqdirda ularni lolmi islomikin deb qalatdi. Ayol bo'lib qoldinglarmi? So'radi Qoraqul Ahmad Mirza pichirlab. Oydinda poyloqchilarning diqqatini tortib qo'ymayli deb biroz ayol bo'ldik. Dedi yigitlardan biri. Qerish qanday bugun ajabmi oydin bo'ldi ya. Qanday qilamiz Mirza? Dedi yana bir yigit osmonni ishora qilib. Sezilib qolamizmikin deb andish qilyapman. Ishimizni boshlayveraylik. Dedi Qoraqul Ahmad Mirza kaskinlik bilan. Xudoyim buyurmasa atrof har qancha qorong'i bo'lsin. Hatto Sulaymon qalbga kiyib sezilib qilaveramiz. Yuringlar, tavakkal qilaylik. Yaratgan egam osonlik berib o'z panohida saqlar. Sulaymon qalbaqi degani rivoyatlardagi kiyib odamni g'oyib qilib yetadigan qalpoq deb izohatda. Ular shab chiqarmaslikqa tirishib, pam bilan o'milab qo'riq tomning tuyiga keldi. Ondan birining mo'risiga biri dasib, tomni beg'irlig'icha o'ri bo'lishga boshladi. 7 odamdan shakllangan shuota tomga oran bo'ylashgan edi. Qoraqul Ahmad Mirza eng ustida edi. U bir irg'ibla tomning ustiga chiqdi. Ham ostidagi hamrohining qo'lidan tortib oldi. Qolgan yigitlarning qo'lidan tortib olish mumkin emas edi. Qoraqul Ahmad Mirza beliga yugib olgan qil arg'amchi bilan yenidagi yigitning belidagi qil arg'amchini ulab pastga sangilatdi-da, tövandagi yigitlarni bir-birlab tortib chiqarishga boshladi. Tomning usti xeyli keng bo'lib, 2 odam bemalol u yoqdan bu yoqqa o'talaydi. Her 200 qadam oraliqda birdan buruj joylashgan edi. Ular 2 burujning dal o'ttirisida harakat qilyotdi. Burujdagi qorovullarning paranglashgan ovozi aniq anglanib turardi. Ularning harakati to'liq chapdas edi. Birdamdala hammasi tomning ustiga chiqib bo'ldi va o'sha chapdaslik bilan birdamdala lashkargohning ichiga og'amchi bilan seyrilib tushdi. Eng kaynat qolgan yigitni odam shoti orqali tushirib oldi. Qoraqul Ahmad Mirza lashkargoh ichining anchadek o'zgarib ketmaganligini his qildi. Xeyli yiroqdan ojiz taqildoq ovozi anglanadi. Bu lashkargohdagi jesakchilarning bir-biriga tinish omonlikni bildirib bergan belgisi edi. Qoraqul Ahmad Mirza taqildoq ovoziga quloq solib, jesakchilarning ancha ko'p emasligini jazmlashtirdi. Aşı jesakchilarni hisobga olmaganda butun lashkargoh ig'ir uyquga ketgandek qiladi. U hamrohlari bilan shab chiqarmay minib, Oqtixona, Samonliq, Yoraxonadan o'tib, piyoda lashkarlar to'ralg'usining oldidan o'riklik bog'ga kirib oldi. Bog'ning ichi har holda qorong'i edi. Endi qorovullardan ancha ehtiyot qilib ketmasa bo'ladi. Ular bog'ning u tarafidagi ko'lni nishonga ilib yugurdi. Ko'lga liq suv silingan bo'lib, oydinda ko'l beti aynakdek baqiraydi. Hashamatlik silingan ko'k saroy ko'lning qarshi qirg'ida ko'zga alohida tashlanib turadi. Ko'l bilan ko'k saroyning oraliqi xeyli kengri ochiqchilik edi. Ko'k saroyga kirish uchun o'sha ochiqchilikdan o'tmay bo'lmaydi. Lashkargohning boshqa tarafiga qaraganda bu yerda qorovullar ko'proq edi. Shu esnada 2 qorovul ko'k saroyning oldidan asta o'tib ketdi.
Bo'lдық, Мирза, dedi yigitlar oldirab. Yana birdan saqlayli, dedi Qarqul Ahmad Mirza pichirlab. Shu topda u Qaravullaning Ko'ksarayning atrofini qanchalik vaqtda bir qitim aylanib chiqadiganligini mo'ljarlab atadi. Ular hazal birchini suiqash ishchilik vaqtida Qaravulla ochiqchilik yana paydo bo'ldi. Yuringlar, dedi Mirza pichirlab. Avval ko'lni aylanib ochiqchilikqa yaqinlashayli. Ular Qaravullaga to'ydirmay menib, ko'lning levidagi bir necha tup chinarning daldasiga yo'shirindi. Yildan bo'linglar, dedi Qarqul Ahmad Mirza Qaravulla saroyining orqasiga o'tib ketishaman. Abdusattar bilan Yoqubxon ikkinlar saroyning oq qanshirib tayyor bo'lib turinglar. Navot saroyning eshigini ichib o'g'ich Qaravulla kelib qolsa, sovanini chiqarmay joyib o'tinglar. Ular yugurgan peti saroyning eshigi tubiga keldi. Qo'sh qanotliq naqshlik ichidan taqalgan edi. Eshikning ichidan loku bilan taqildiganligini Mirza obdan bilardi. U o'ylanib turmayla yenidagi xanjarini elib, eshikning qo'sh qanotining yerqiga tiqdi-da, lokini asta surishga boshladi. Jiddilashib ketgan yigitlar birda atrofiga, birda Mirzaga qaraydi. Nihoyat eshik oxiri ochildi. Ular chaqqanlik bilan saroyning ichiga kirib, eshikni pang bilan yana taqab qo'ydi. Xizmatkor mahramlar qattiq uxlab ketgan bo'lib, qaysi bir hujradan xo'rak ovozi anglanadi. Ular dahlizdan o'tib gilam selingan cho'ng mehmonxonaga kirdi. Oydinda saroyning ichi g'uva yorib turadi. Mehmonxonaning so'l yon tarafida yana bir dahliz bor edi. Qarqul Ahmad Mirza o'sha dahlizning beshida xos hujra borligini jasmlashtirdi. Ular ikkinchi dahlizdan o'tib, hujraning bo'sog'isida mugdab o'tirgan mahram yigitga duch keldi. Allaqandoq bir shabdan cho'chib esiga kelgan mahram yigit bir-biridan baslik kelgan ko'langilarni ko'rib, sur bosqinicha turib qoldi. Qo'rqinchdan tili qalvalashgan edi. Mirza bilan yondashib kelayotgan ko'k ko'zli yigit chaqmoq tezligida berib mahram yigitning og'zini yo'g'on alqonlari bilan mahkam tutib oldi-da, qo'lqiga asta pichirladi. Saduqan hujrasidimi? Mahram yigit ha deganni qilib beshini tasdilanshitdi. Ko'k ko'zli yigit bir kuchapla mahram yigitning yo'lini o'zilatdi. Qarqul Ahmad Mirza hamrohlarini agashtirib, hujraga pam bilan kirdi. Hujrani shamdondagi kuyib tugay deb qolgan bir talsham g'uva yoritib turadi. Hujraning to'rt tarafidagi naqshlik kat supining ustidagi qat silingan to'shakda Mirza Saduqxon o'ngda yotganicha xo'rakni do'ng tortib o'tadi. Ular Saduqxonga yo'l vostak tashlandi. Tuyuqsiz zarbidan cho'chib uyg'ongan Saduqxon qimir qilolmadi. Lavlari titrab, ko'zlari vahimadan chekchaydi. Yigitlardan biri uning gelini mahkam bo'g'ib olgan edi. Sizlar kim bo'lasizlar? Dedi geli qattiq siqilgan Saduqxon xiyqirib turib. Qarqul Ahmad Mirza uningga nafrat bilan tikildi. Biz jannat makon Sulton Uvaysxon oliylarining sadoqatli navkarlari bo'lamiz. Darhol shahodat et, ajilim to'shdi. Sulton oliylarini men o'ldirmagan, dedi o'lim vahimasida jon talashayotgan Saduqxon. O'qishmaslik bo'lmasin, bahodirlar. Men gunohsiz. Sizlar ostimda Sulton Uvaysxon oliylarining navkarlarimi? Shundoq, ko'zing yo'g'on ichib ko'rib ol. Qarqul Ahmad Mirza deb anglagan bo'g'iding. Shundoq. Mana men o'sha Qarqul Ahmad Mirza bo'laman. Qarqul Ahmad Mirzani ko'rib, hayotidan butunlay umid uzgan Saduqxonning umid shomi ojiz palaldadi. U Samarqanddan yo'lga chiqish oldida Xo'ja Sharif Mirza uningga Qarqul Ahmad Mirzaning gapini qilgan. Qashqar xalqining Samarqand hokimiyatiga qarshi harakatlarini tinchitish uchun Qarqul Ahmad Mirzani tepib hamkorlashishni, yuqori martaba berib, uning ko'nglini moyil qilishni alohida topilgan. Hatto
öz qo'li bilan Mirzaga qartib maktub yozib bergan edi. U Qashqarga kelgandan keyin Pir Hoji Muhammad Shoyestadan Qorqul Ahmad Mirzani surishtirgan. Keyin ikkisining o'rtasida huquq talashib, ixtilof ko'rildi. Qashqarda ilgirgidek hokimiyatga qarshi harakatlar yuz bermadi. Shu sababli Sotiqxon Qorqul Ahmad Mirzani izlashni esidan chiqarib qo'ygan edi. Hoji Sharif Mirza janobi sarkardagi Zuvanon yig'mal. Ol munofiq Tunguzning ismini tilg'ama. Dedi Qorqul Ahmad Mirza qisas o'ti yelinjab turgan ko'zlarini nashtardek tikib. Sen bilan so'zlashib o'tirishga vaqtim yo'q. Shu topda sendan marhum Jannat Makon xon oliylarining xun qisasini olsam bo'ldi. Qorqul Ahmad Mirza gapini tugatib, Sotiqxonning so'l ko'ksiga go'chchida xanjar urdi. Og'riq azobiga chidamagan Sotiqxon qattiq nola qildi. Mirza raqibning og'zini etib ilishni esidan chiqarib qo'yganligini darhol his qildi-da, uning bo'yniga qartib ikkinchi xanjarni urdi. Shu asnoda sirtdan qattiq taqildigan ovoz anglandi. Qorovullar Sotiqxonning dod faryodini anglab qolgan edi. "Mayli", dedi Qorqul Ahmad Mirza uchinchi qitim urgan xanjar bilan Sotiqxonning beshini tenidan uzib tashlagandan keyin. Ular hujradan chiqib cho'ng mehmonxonada Sotiqxonning xos navkarlariga duch keldi. Navkarlar xeyli ko'p edi. Qorqul Ahmad Mirza amroqlar bilan navkarlarga tashlandi. Ularning qo'lida xanjar, navkarlarning qo'lida qilich bor edi. Xanjar bilan qilichga taqobil turmoq xeyli tas edi. Shundaqdimi ular hoy-to'ytigacha bir qancha navkarni yarishiltib, saroydan chiqib ketish uchun ishga yaqinlashdi. Navkarlar jonbozlik mahorati alohida yuqori bu yetti azimatdan xeyli ehtiyot qilib qolgan bo'lib, ha deganda hujum qilishga petinamay vatadi. Ular bir-biriga dumbisini qilib, navkarlarning hujumidan mudofaa ko'rgach, chekinib, Amdil saroyining qo'shqanotliq ishidan chiqishiga necha yuzlagan lashkarlarga duch keldi. Shu asnoda lashkargohdan nog'ri chilinib, lashkarlarga yovdan xabar berildi. Qorqul Ahmad Mirza hamrohlari bilan qatma-qat Qo'rshovda qolgan edi. "Yo, Hazrat Ali Shohimardon Pirimdan madad!" Qorqul Ahmad Mirza nari tatqunicha navkarlarga etildi. Boshqa yigitlarmi dambas qadam uningga agashdi. Ular hayotidan umid o'zgan edi. Shu daqiqada o'lib ketib bo'g'icha yov lashkarlardan birmi bo'lsa-mu ko'proq yer tishilishni ko'ngliga kutgan edi. Yigitlar navkarlarning qilichida orqa-orqadan yer tishladi. Navkarlarni yeniga yaqin yo'latmay jon pidolik bilan elishayotgan Mirza erib ost-osta holsizlanishga boshladi. U oldiga etilib kelgan navkarga xanjar urib turishiga, orqasidan etilib kelgan 10 necha navkar bir yopirilibla uni ostiga besib oldi. Endi Mirzaning qarshilashqidek majoli qolmagan edi. Ko'zni yumib ochqicha navkarlar uni chambarchas bog'lab oldi. "Nochi bo'lsang meni hozirla o'ltirib et, noahlilar!" Qorqul Ahmad Mirza jon jahli bilan vaqiraydi. "Solab qo'yib qattiq saqlanglar", dedi nog'ri ovozini anglab yetib kelgan Sotiqxonning o'rinbosari sarkardasi. Atsi noshtadan keyin Qorqul Ahmad Mirzani Amir Pir Hoji Muhammad Shoyasta so'roq qildi. Tayoq zarbasidan Mirzaning yuz ko'zlari ko'kirib, ishib ketgan edi. "Men marhum Jannat Makon Sulton Uvaysxon oliylarining xun qisosini oldim", dedi Qorqul Ahmad Mirza amirga nashtardek tikilib. "Bu mening munofiq Xo'ja Sharifga ko'maklashib, el yurtimga osiylik qilgan gunohimni oz-to'l yo'g'inim bo'lib qolsa shuning roziman. Endi o'lib ketsammi armonim yo'q. Meni otamlar, chopamlar, bosamlar ixtiyorlari. Eng yaxshisi, endi mendan gap so'rab avar bo'lmaslar." Pir Hoji Muhammad Shoyasta shu topda to'limi ziddiyatli to'yg'uga asir bo'lgan edi. Uning Sotiqxondan iborat ha deganda o'zi bilan o'zanga so'qishtirib, ustunlik talishib, ko'nglini parokanda qilgan kushandisidan qutulganiga xush bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Samarqand ordisiga Mirza Ulug'bekka qanday javob berishni bilmay besh ketib ketgan edi. Sotiqxonning o'limi uni qattiq
bekitgan edi. Ha, Sodiqxon bilan Piroji Muhammad Shoyasta bir-birining ustidan shikoyat qilishib, Mirza Ulug'bekka arz yozishgan edi. Mirza Ulug'bek Sodiqxonning o'limidan xabar topsa, cho'qim Piroji Muhammad Shoyastadan gumonlanadi. Gumonlanmagan taqdirda ittifoqlashib, bir-biringlarga yo'l qo'yib, Qashqarni boshqargan bo'lsanglar, o'tiringlardagi ziddiyatdan dushman foydalanib ketmaydi deb ayblashi, hatto amirlik mansibini elib etishi mumkin edi. Shu sababli hozir Sodiqxonning o'limidan xushal bo'lolmayotdi. U bu ishning o'ziga cho'ng bir bosh og'riq ketmaganligini faraz qildi. "Hech tavob qilg'ili boraman" degan edi-ku Mirzo. Dedi Piroji Muhammad Shoyasta tatargan holda. "Yo'llarga mengib bermay, cho'ng bir baloni teridilar mana." Sodiqxon bundaq qilishlarga arzimaydi. Mərhum Sultan Uvaysxon oliylarini ol to'q yurak o'ltirmagan ekan. Buni men yaqinda bildim. Mayli u xon oliylarini o'z qo'li bilan o'ltirsin yoki o'ltirmasin, baribir bu o'limning sababkori o'sha Sodiqxondir. Şoň onundan bu qisasını elişim tamamen haqliqdir. Onundan algan bu qisasım әз tavab qilganimning savobidan neçesi ortiq. El yurtni bosqinchilarning ta'arruziga tashlab berib qilgan әз tavobning joiz bo'lmaydiganligini balkim amir janoblar bilmesi kerak. Şunu bilib qalsalarki, faqat hur odamgila әз tavob farz. Silimi av başlarga agah bosla. Qashqarda manga o'xshash onasi 36 oy to'liq emitib, o'jikiga shumak selib baqqan o'g'il bola ko'rma. Bu so'zimni Mirza Ulug'bekka yetkazib qo'yg'aylar. Qarqul Ahmad Mirzaning oxirgi gapi bilan Pirhoji Muhammad Shoyastaning kallasiga pallada bir aql keldi. To'g'ri, uni Samarqandga Mirza Ulug'bek oliylarining huzuriga avatay. Uni Samarqandga Mirza Ulug'bek oliylarining huzuriga avatay. U bu gapini xon oliylarga o'z og'zi bilan desin. Shundala oliylar meni Sodiqxon bilan ap o'tmaganlik uchun bu qazo yuz berdi deb ayblamaydi. Sodiqxonning o'limini mendan ko'rib badgumanda bo'lganlarning zuvonini bes qilib. Undaq qilmasam Samarqand ordusidagi ag'yorlarim har bob bilan meni qaslaydi. Bo'libmi Sodiqxonning og'isi. Qarqul Ahmad Mirza rost deydi. Sodiqxonning beshiga kelgan bu qismat bugun mening beshimga kelishi mumkin. Tova, bu Qashqarliklar nimachi qisas qo'rqaqdi. Qashqar Turpan taxtigohi tava bo'ldi, nim bo'ldi. Qashqar Turpan taxtigohi tava bo'ldi, nim bo'ldi. Samarqand taxtigohi tava bo'ldi, nim bo'ldi. Tegini surishtirib kelsa har ikki tasarrufning podshohlari avam ra'iyatlargacha bir qavm qarindoshlar. Yot kishilar emas-ku. Ularning tili, dini bir bu. Samarqandda nurg'un qashqarliklar bor. Tegitakdan oqtirib kelsa, hammasining yildizi bir. Mirza Ulug'bek oliylarimi Qashqarga nimancha yepishib oladigan tasarrufida Qashqarda katta shahar, viloyatlar ozdik. Eng yaxshisi, men bu hududlikdan bir amal qilib pam bilan ketib olay. Mirza Ulug'bek oliylar o'rnimga kimni amr qilib avassin. Ordudan mansab bas bera, bamisi mayli. Shuncha tirishchanlik ko'rsatib Qashqarliklarning ko'nglini moyil qilolmadi. Suvga solsa suv ko'tarmas misqol tumirni, oltin berib elib bo'lmas qog'in ko'ngilni degan shu o'xshaydi. Pirhoji Muhammad Shoyasta xiyolini yig'ishtirib Qarqul Ahmad Mirzaga qaradi. Eng yaxshisi bu gaplarni Mirza Ulug'bek oliylariga o'z og'izlari bilan yetkazgaylantirsa. Qarqul Ahmad Mirza amirning gapining ma'nosini damalliqqa tushunilmay tengir qildi.
Pirhaji Muhammad shoyasida shu kunila Qarqul Ahmad Mirzini 100 nafar xillangan nökərgə tapşırıb tezdən Samarqandga yollab apırışqa fərman berdi. Qashqar xalqi bu bahodir azimatni yig'izor qilishib, Allohdan omonligini tilab, duo qilishib uzitib qo'ydi. Tarixda o'tgan hukmdorlar tarafidan Baldai Mahfuz deb ta'riflangan Samarqand shahri yoz fasli boshlanishi bilan tangla texin husniga to'lib to'zdek yasangan edi. Baldai Mahfuz degani bexatar shahar degan so'z deb izohatda. Shaharning ichki va atrofidagi bog'i maydon, bog'i Dilgusha, Naqshi Jahon, bog'i Chinar, bog'i Shimol, bog'i Behis qatorliq mashhur bog'lardan tarqalgan turli tuman gulgiyoh, yal-yemishlarning xushhidi dimoqqa urilib, go'yo butkul shaharga kipor ambar chashqandek tuyg'u beradi. Shaharning shimol janub taraflaridan eqib o'tadigan Ko'hak, Obrahmat, Darg'am daryolari shahar atrofidagi Ko'hak edirliqi, Qo'lba, Kongil, Xonyurti, Bölünü Qo'rqi, Köli Məğaq qatarlıq otlaq səyligohlarını kesib ötüb, o joylarni turli dala gulları içilib ketgan yop-yeshil chimanga aylantirib o'tadi. Qo'lba degani qo'lini ba degan ma'noda. Kongil degani Kona Abgil deb izohatda. Mirza Ulug'begdan tortib oddiy puhralargacha barcha Samarqandliklar 2 oydan ortiqroq vaqt mushu go'zal o'tloqlarda havolanadi. Samarqand shahrining ichiteshi, bog', o'pchurisi go'zal yoyloq sayligoh edi. O'rdining markaziga silingan 4 qavatlik hashamatli ko'k saroy, Ohanin darvozasining yanidagi Ozni masjidi, Firoza darvozasidan udulla ilingan teraklik ko'chining u beshidagi bog'i Dilgushaga silingan hashamatlik ko'shik, Amir Temur maqbarasi joylashgan Toshqo'rg'on qabristonligi, Tillaring gumbizi ko'kka taqashgan Mirza xonaqosi, uning yanidagi katta ilm yurti bo'lgan Mirza Ulug'bek madrasasi, topsilar har xil toshlar bilan bezalgan Mirza hammomi, Mirza Ulug'bek madrasasining janub tarafiga joylashgan Masjidi Muqaddai, Ko'hak edirining etkiga joylashgan bog'i maydonining o'ttirsidagi 40 to'riklik 2 qavatlik 4 munorliq qal'a va sharq tarafdagi Chinaxona ko'shki, Go'ri Amri munori, gumbizning markaziy qismiga tafsirlaqlaq qilib ovoz chiqaradigan to'lma sirliq masjidi laqlaq qatorliq hashamatlik katta imoratlar Samarqand shahrini texmi katta, texmi saltanatli qilib ko'rsatdi. Peshin vaqti bilan Ko'hak edirliqdan qaytib kelgan Mirza Ulug'begning odatda tabassum ketmaydigan yiqishliq chiroyi shu topda g'azabdan ko'kirib ketgan edi. Uning so'ngishib tegdek ko'k saroyga kirgan Shayxul Islom Burhoniddin, shahar hokimi Miranshah Do'rg'a, Lashkariy divanning amri Amir Sulton Jandar Tarxon, Mirza Xo'ja Sharif Qashqari qatorliq yuqori darajalik o'rda arkonlarimi xonga qanday tasalli berishni bilmay bo'shayib turishadi. Chiroylari eg'iz ichish yomonla o'limga buyurildigandek tashvishlik edi. O'diqqan ko'zlar o'y xiyolini bilib olmoqchi bo'lgandek xonning chiroyini yoshiruncha ko'rsatdi. Qattiqroq nafas ilishdan ehtiyot qilishadi. Shu chaqgacha Mirza Ulug'begning bunchalik qattiq g'azabga kelganligini ko'rib boqmagan bu amirlar vahimaga tushib qolgan edi. Bugun atiganlik qobulda shohnishinga yig'ilgan barliq cho'ng kichik amirlar Amdilla salom sahatni bajar keltirib turishiga, rasatxona qurilishiga mas'ul qilingan Mirza Ulug'bek madrasasining muddarisi, donliq me'mor Mavloni Jaloliddin Bag'dodiy bir qadam oldiga chiqib, qo'l bog'lig'icha birinchi bo'lib ma'lumot yo'lladi. Qudratlik olam panoh on hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Rasatxonaning ulini qo'pirishga amalsizmiz. Altın qubbalariga dur-guhardan ko'z qo'yilgan hashamatlik taxtda amirlarning salomini xush tabassum bilan ilikilib o'tirgan Mirza Ulug'bek g'ujjida qapqini turdi. Nima dedilar Mavlona?
Nemi vəzinin rəsədxanının ulunu qo'pirishga amalsiz qolgudeklar. Ertegan bomdod namozdan yanğan piri buzuruk İşan Şeyx Nizamiddin Xomush hazratlari minglagan muridlarini ergashtirib kelib, rəsədxanının ulunu egilib oldi. Şol tapda Dilka ustalar iş başlashga amalsizdir hazratim. İşan Şeyx Nizamiddin Xomushning ismini anglab, Mirza Ulug'bek chiroyini purishtirdi. Lekin bayanqi g'ujjida kelgan g'azbini besvelib turib so'radi. Ul İşan hazratlarining muddasi nima ekan Mavlona? Xonqa soldirmoqchi ekan. Rəsədxanının o'rnigimi? Shundaq an hazratim. Ul İşan hazratga shuncha kangri ko'hak to'piligidan xonqa sog'idek boshqa joy tepilmabdimi? Mevlana Jaloliddin Bag'dodiy bir necha daqiqa turib olgandan keyin javob berdi. İşan hazratlarining qayli bakmi yomon qibligahim. Hech kimni eg'iz ochirmayotdi. Yana tex janobi qibligahimni. Mevlana Jaloliddin Bag'dodiy gapining oyog'ini yutibdi. Ha, nima dedi? Mirza Ulug'bek Mevlana'nın ko'ziga tikilib qaradi. Mevlana Jaloliddin Bag'dodiy levini tishlagunicha zuban surmadi. Ammo Mirza Ulug'bek butkul Samarqanddagi tariqat sulkining peshvosi bo'lgan İşan Şeyx Nizamiddin Xomushning o'zi haqida nima deb bildirilganligini faraz qilib bo'lgan edi. Shundaq, İşan bilan sulton o'rtasidagi bu surkilish bugunli paydo bo'lgan emas edi. Mirza Ulug'bek Mavara Unnahir saltanatini qo'liga olib, taxtda o'tirgandan beri, bo'libmi saltanat ishlaridan ko'ra, ilm ma'rifat ishlariga ko'proq berilib, shaharlardan kelgan İşan hazratlarining qayli bakmi yomon qibligahim. Hech kimni eg'iz ochirmayotdi. Yana tex janobi qibligahimni. Mevlana Jaloliddin Bag'dodiy gapining oyog'ini yutibdi. Ha, nima dedi? Mirza Ulug'bek Mevlana'nın ko'ziga tikilib qaradi. Mevlana Jaloliddin Bag'dodiy levini tishlagunicha zuban surmadi. Ammo Mirza Ulug'bek butkul Samarqanddagi tariqat sulkining peshvosi bo'lgan İşan Şeyx Nizamiddin Xomushning o'zi haqida nima deb bildirilganligini faraz qilib bo'lgan edi. Shundaq, İşan bilan sulton o'rtasidagi bu surkilish bugunli paydo bo'lgan emas edi. Mirza Ulug'bek Mavara Unnahir saltanatini qo'liga olib, taxtda o'tirgandan beri, bo'libmi saltanat ishlaridan ko'ra, ilm ma'rifat ishlariga ko'proq berilib, shaharlardan kelgan ilm peshvolarini Mirza Ulug'bek madrasasiga to'plab, ashu olim o'limalar talibi ilmlar bilan ko'proq hamsuhbat bo'lgan, diqqat e'tiborini butun vujudi bilan berilgan ilmiy nujum, falakkiyot ilmiga qaratgandan beri İşan Şeyx Nizamiddin Xomush unga nasihat qilish uchun o'rniga bir necha qitim kelgan va xon bilan xeyli keskin munozara qilishgan edi. Mirza Ulug'bekni qoyil qilolmagan İşan Şeyx Nizamiddin Xomush o'rnidan yomonlab chiqib ketib, xonni dahriylikda ayblab, fitna fasod tarqatgan edi. Shu topda Mirza Ulug'bek İşanning xonqa selish bahonasi bilan oddiy xalqni quturtib, rasadxona qurilishini to'smoqchi bo'lganligini tushundi. Ko'hak to'piliga borayli, dedi Mirza Ulug'bek dast o'rnidan turib. Bəylər həmrə bo'lib birga bo'lsin. Ishkilar qilib qilib o'z xizmatiga mashg'ul bo'lsin. Ishkilar degani martabasi bəylik darajasiga yetmagan tuvan darajalik o'rda amaldorlari debdi izohatda. Rasadxona qurilish uchun planlangan ko'hak yoyliqining taskay tarafidagi to'pilik odam dengiziga aylangan edi. İşan Şeyx Nizamiddin Xomush to'pilikning eng yuqori tarafiga tikilgan soyvanning ostidagi qat-qat silingan ko'rpining ustida par yostiqqa yulinib, yonboshlab yotadi. Uning maydasigacha tushgan qop-qora soqollari bilan beshiga o'rib olgan yo'g'on oq sallasi uchisidagi xotan shoyisida tikilgan oppoq yaktiki ro'shan selishtirim bo'lib turadi. Rasadxona ulining İşanning minglagan murid muxlislari tarafidan birdamla butunlay vayron qilib etilganligini ko'rgan Mirza Ulug'bekning ichi seyrilib, arvohi 40 gaz bo'riladi.
O'tgan yil kuzda rasmiy ish boshlangan rasadxona qurilishi o'rniga Mirza Ulug'bek 2 kunda birligida kelib ko'zdan kechirib turadi. Qal'a shaklida 3 qavatli qilib selish loyihalangan rasadxonaning uli putay deb qolgan edi. Rasadxonaning ul qismi hisobida yer ostiga selingan bir qavat uylar Urgut tog'laridan yo'tkab kelingan toshlarni toshchi ustalarning taraslishi bilan chosi shaklga keltirib, bir taldan jipslab qo'pirib chiqilgan bo'lib, o'tgan yili kuzda rasmiy ish boshlangan rasadxona qurilishi o'rniga Mirza Ulug'bek 2 kunda birligida kelib ko'zdan kechirib turadi. Qal'a shaklida 3 qavatli qilib selish loyihalangan rasadxonaning uli putay deb qolgan edi. Rasadxonaning ul qismi hisobida yer ostiga selingan bir qavat uylar Urgut tog'laridan yo'tkab kelingan toshlarni toshchi ustalarning taraslishi bilan chosi shaklga keltirib, bir taldan jipslab qo'pirib chiqilgan bo'lib, yana biror oyda usti yepilib, rasadxonaning tashqi gavdasi ustinki 3 qavat qismiga ish boshlig'il bo'ladi. Rasadxonaning puxta bo'lishini dunyoda yagona tegichiligi bor bu katta ilmiy tadqiqot o'rnining avloddan avlodga qilishini, o'zidan keyingi necha avlod bilim ahlilarining bemalol foydalanishni ko'zlagan Mirza Ulug'bek me'morlarga qattiq talab qo'yib, rasadxona ulini ana shundoq puxta qo'pirib chiqishni qattiq taplagan edi. Nihoyatda afsuski, necha o'nlagan me'mor binokorlar yurak qinini sarf qilib loyihalagan, yuzlagan donliq dilka toshchilarning boshchiligida har bir parcha tosh, har bir changal leyi to'jiplab qo'yilgan, necha yuzlagan nimkor ishlamchilarning qon tarisi putay deb qolgan rasadxonaning uli yer osti uylari Eshon Shayx Nizomdin Xomushning bir ig'iz farmoni bilan minglagan nodon murt muxlislar tarafidan butunlay vayron qilib etilgan edi. Men qayta o'qib beray. Nihoyatda afsuski, necha o'nlagan me'mor binokorlar yurak qinini sarf qilib loyihalagan, yuzlagan donliq dilka toshchilarning boshchiligida har bir parcha tosh, har bir changal leyi to'jiplab qo'yilgan, necha yuzlagan nimkor ishlamchilarning qon tari singib putay deb qolgan rasadxonaning uli yer osti uylari Eshon Shayx Nizomdin Xomushning bir ig'iz farmoni bilan minglagan nodon murt muxlislar tarafidan butunlay vayron qilib etilgan edi. Hech kimni nazariga ilmay, qasddan ko'masga selib takabburlik bilan o'ltirgan Eshon Mirza Ulug'bekning nashtardek tikilishlariga bardoslik berolmay, o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Urgut tog'laridan asgan g'ur-g'ur shamol shoyi yaktikining pashlarini har bir teli xuddi bo'ygandek paqiraq, ko'kragiga tushib turgan qop-qora soqollarini yelpib, Eshonni xuddi hozirla qanot qilib uchirgandek ulug'vor qiyofatga kirgizib qo'ygan edi. Tuvanda o'ziga talmirib turgan minglagan murt muxlislariga shundoqla nazar tashlagan Eshonning vujudidagi tashvishlar birdanla g'oyib bo'ldi-da, yana takabbur qiyofatiga qaytdi. Qo'lidagi kahravo tasvirni seyrg'inicha murtlarini aymantirib qarashga odatlangan o'skilan qoshlari ostidagi ko'zlarini Mirza Ulug'bekka dodil tikdi. Shu topda butkul Samarqand xalqi pir buzruk avliyo azam Sultonul Muhaqqiyin deb oyog'iga bosh qo'ydigan, peshida namoz o'qiydigan, ta hozirgacha ko'zi tushganligi narsaga erishib kelgan Eshonning rasadxona o'rniga xonaqo soldirish ishonchi bakmi cho'ng edi. Ya Xudo, nemanchi takabburlik bu? Shu topda Mavara Unnahirning sultoni umu yoki men Mirza Ulug'bekmi? Ozroq bo'lsin tepta atay demaydi ya. Bo'pti. Yana o'zimga hoy beray. Uningga hurmat bildirib otdan tushibdiman texi. Uning bilan ot ustida so'zlashadigan ishgan to'q. Xayr. Qattiq g'azabdan o'zini aram tutib olgan Mirza Ulug'bek Eshonga salom qilmay ta'addi bilan eg'iz ochdi.
Xo'sh, hazratim, ushbu vayronchilikning vaji nima ekan? Innallohu mu'as-sabirin, dedi Eshon Shayx Nizomiddin xomush so'zlariga sirliq tus berishga tirishib. Allah sabr qilg'uchilar bilan billadur, debdi izohatda. Sabr qilib ikki kalima so'zimga quloq solg'aylar oliylari. Eshon qasdan muridlariga qarab so'zlashga boshladi. Kechidan hammaga qodir va hikmat egasi bo'lgan Janobi Allohning jamoliga seg'inib tunigan edim. Bondatga yaqin qulqimga g'oyibdin, ey Shayx Nizomiddin, zehn qo'yib angla. Ogoh bo'lginki, sen vatan qilgan ul balda-i mahfuzda bir kupur dargoh bino bo'lishga yuzlandi. Gerçi bu senin gunohing bo'lmasa-mu, tariqat peshvosi bo'lganliging uchun ul gunohi kabir ishini to'sish majburiyating bordir. Mügidab o'ltirmay o'rningdan turda, voqeda 8 jannatning ochqichini qo'lga elishni maqsad qilib, peshinga esilgan qo'l berib seni pir tutgan tariqat ahli bo'lmish murd muxlislaringni vaqtlantir. Yotgan bo'lsa qopsun, o'ltirgan bo'lsa mangsun-da, ul kupur dargohni yer yuzidan yo'qitib, o'rniga Allohning dargohi bo'lmish xonqa muborak bino qilsin, degan ajoyib yoqimli bir sado anglandi. Hidoyat azalidir, inoyat abadidir. Hidoyat g'aybga iymon keltirmakdan iboratdir. Hidoyat g'aybga iymon keltirmakdan iboratdir. Nagarki azali hidoyatning mayin shamili yetsa, ko'ngil gulidan iymon g'unchisi echilg'usidir. Ammo ki iymoni sus bandining g'aybga ishonishi qiyindir. Şol boisdan ushbu vahiyni namoz bandatdan farig'i bo'libla Janobi Husni Mutlaqning ishq puroqida kavob bo'lgan, yurak bag'rini hidoyat shamilida har qachon sagitib turgan murdil hidoyatchilarimga yetkazdim. Avval Janobi Allohning amrisiz qil tavrmas madadi bilan, ondan qolsa jannat makam pir buzruk avliyolarning dilimizga solgan kashfu karomatlarining rag'bati bilan bu kupur dargohni gumron qilishga muvaffaq bo'ldik. Tangri ko'nglini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan odamga agashmagin degan. Mirza Ulug'bek Eshon Shayx Nizomiddin xomushning qudratga tusini olgan nutqini anglab berishga taqat qilib turolmadi. Mirza Ulug'bek Eshon Shayx Nizomiddin xomushning qudratga tusini olgan nutqini anglab berishga taqat qilib turolmadi. Bo'ldi bas, dedi g'azab bilan qo'lini silkib. Tükürkini cho'chirtib so'zlayotgan Eshon cho'chib to'xtadi-da Mirza Ulug'bekka huduqib qaradi. Eshon hazratlari unutib qolgan bo'lsa, samiga sep qo'yay. Shariat qonunlarida Tangri hikmati haqida ortiqcha fikrlarni qilish man'iy qilingandir. Shariat qonunlarida Tangri hikmati haqida ortiqcha fikrlarni qilish man'iy qilingandir. Chunki Tangri hikmetini oshkorlash oddiy bandaning qo'lidan zinhor kelmas. Shol boisdan banda rozilik va taslim bo'lishga buyurilgan. Garchi g'aybga ishonish iymon jumlasidan bo'lsa-mu, shaxsiy muddasiga yetish uchun Allohni va uning malaikalarini shipi keltirib, g'ayb haqida og'ziga kelganicha joylash og'ir gunohdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilm chinda bo'lsin o'gininglar degan ekan. Boya Eshon hazratlari ushbu atalmish kupur dargoh haqida g'aybni shipi keltirib so'zladilar. Bilib qolsizlar, qurilmoqchi bo'lgan bu imorat sizlar aytganda kupur dargohi emas, balki ilm irfon dargohidir. Qurilmoqchi bo'lgan bu imorat sizlar aytganda kupur dargohi emas, balki ilm irfon dargohidir. Biz posibonlik qilayotgan bu tasarrufga
aqlni nurlandırğıcı ilim vasitesi bilan asoyishlik yo'li topmay mumkin emasdir. Biz pasibonlik qilayotgan bu tasarrufga aqlni nurlandırğıcı ilim vasitesi bilan asoyishlik yo'li topmay mumkin emasdir. İşan Şeyx Nizamiddin Xomush Mirza Ulug'bekka gülaydi. Xonning Tangri hikmetini oshkorlash oddiy bandining qo'lidan zinhor kelmas degan so'zlari qattiq eg'ir kelgan edi. Ma'lg'am murd muxlislari avliyo azam sultonning muhaqqiyin deb oyog'idan to'zg'an chonglarni ko'zga surtib tavob qiladigan katta pirbuzuruk avliyoni Mirza Ulug'bek mansitmay oddiy banda deb atadi. Bitavfiq kishilarga Janobi Allohning sir hikmatlarini bilish, ko'rish, anglash zinhor nisib bo'lmas, dedi ishon o'ziga ulug'vor sin berishga tirishib. Chunki ularning quliqi g'astur, tili gochidur, ko'zi ko'rdur. Faqat tariqat yo'lini tutib, sulikka irodat qilganlar buningdan mustasnodir. Ondaqda sulikka kirib, ishon hazratlarini pir tutmasak bo'lmaydi ekan-da, dedi Mirza Ulug'bek masxirlik kulib. İşan Şeyx Nizamiddin Xomush Mirza Ulug'bekning masxirasini tushunmagandek gidiyib turib javob berdi. Haq rost, piri yo'qning piri shaytondir. To'g'ri yo'l ko'rsatkichi pirga musharraf bo'lmaganlar shaytoniy la'inga oldinib johillik patqiqiga patur. Quyosh qorg'u kishiga ko'rinmagandek to'g'ri yo'l belgilari johillarga zinhor ko'rinmas. U to'g'ri yo'l belgilarini tonish faqat oqillarga xosdir. Mirza Ulug'bek bu tarsa mutassib tariqat peshvosi bilan har qancha zakonlashsin xuddi koj eshakni ko'rikdan o'tkazgili bo'lmagandek hargiz qoyil qilolmaydiganligini bilib tursin, ixtiyorsiz munozara qaynamaga kirib qolgan edi. Şuna işanğa yol qo'yg'is kelmay so'zlashga boshladi. Danishman baboyi buzurglarimizdan Al-Farabi hazratlari go'hardek bebaho o'gitlarida o'z sifatlarini, fazilatli faoliyatlarni kamolatga yetkazish uchun ishlatgan yoki o'zini razil faoliyatlardan qochirgan aql, farosatlik aqldir degan ekan. Ham shuningdek faqat danishman shug'ullanadigan bilimlar shartsiz Mevzliq eng yaxshi bilim hisoblanur degan ekan. Faqat donishmand shug'ullanadigan bilimlar shartsiz, mevzliq eng yaxshi bilim hisoblanur degan ekan. Ammo ki shul topda ishon hazratlarining bayonidan sulikdan mustasnolar johil, sulik ahli oqil degan ma'noni tushundik. Undaqda javob bersinlar. Aqillarning aqilligi ilm bilan o'lchanamdi yoki suliki tariqat bilanmi? İşan Şeyx Nizamiddin Xomushning to'g'ashdek ma'zi biroz tatardi. Shu topda u munozarada yengilib, minglagan muridlarining oldida rasvo bo'lishdan, obro'yining to'kilishidan ansirab qolgan edi. Shundaqdimi o'zini katta ilm egisidek tutishga tirishib javob berdi. Har narsaning paydo bo'lishi uchun bir sabab bo'lur. Saodatman suliki tariqat bo'lsa, oqillik ko'chisiga kirmoqchi bo'lgan nodonlarning qo'liga tutqizilgan o'tqashdir. Oqillik ko'chisi bo'lsa, albatta ilm irfon durlari bilan to'lgandir. Ammo ilmning farqi bordir. Oni tanlab o'rganmak vojibdir. Otashparastlar, majusiylarga berilgan ilmga maftun bo'lganlar bitavfiq diyonatsiz olimlardir. Ular har qancha ilm tahsil qilsa-mu, oqillik ko'chisiga zinhor kirolmas, dahriylik ko'chisidagi patqoqqa petib qolur. Faqat suliki tariqatlar eng yuksak kamolatga yetgan ilmdir. Uningga erishgan har bir inson eng yuksak huzurga molik bo'lur. Oliylari Mirza madrasasiga Oliylari Mirza madrasasiga har yer, har dargohlardan kelib, o'zini olim, o'lima,
talibi ilim deb atıvagan dahrilerini cugluvaganlıklarını az deb, dahrilikki başlıgıcı küpür ilimgi mektun bulup kaldılar. Hə dese ulanı yoklap berip, keçileri Allah'ta ibadet kılış ornuğa yıldızlarını küzütüp, erşi muallakka şek keltirdiler. Bu keçirgisiz eğir günahdır. Üye sopu dervişlerinin işanını kollap, haq degen avazı anlandı. Oddi halk, bulupmu resetxanı kuruluşu işlavatkan nimkar, işlemçilerinin çırayda teşviş peyda oldu. İşan muş sözlerim bilen xanның ağzını tuvaqlayman dep oylagan idi. Lekin Mirza Ulug Bey anca oylanıp durmayla İşanğı dal vaqtida raddiya qaytırdı. Muqaddas dini İslamımız parhizkar, taqvodor kishilar bilan kamolat topqiniga o'xshash. Mamlakat o'z olimlari bilan husn jamol topadi. Dedi Mirza Ulug Bey İşanның so'zlariga parvosiz qarab. Ushbu sababdan hukmdor aqillarning yaqinlashishini kutib turgandan ko'ra, aqillar suhbatiga ko'proq daxil bo'lgani afzaldir. Bilib qo'ysizlar hazratlari. Mirza madrasasiga to'plashgan ul olim ulamo, muddarris, tolibi ilmlar hargizmi dahriylar emas. Balki büyük tasarrufimizning muborak husn jamolidir. Ana shular yurgan ko'chalar haqiqiy aqillar ko'chasidir. Aras, hazratim vaqtni qandoq mo'ljallaydi ekan? Mirza Ulug Begning maqsadini tushunmagan Ishon oldirab tenab javob berdi. Mushundaqmi so'rash ketamdi oliylari? Mushnimi so'rash ketamdi oliylari? Vaqtni albatta kunduzi quyoshga, kechasi oy yulduzga qarab belgilaymiz-da. Mirza Ulug Beg Ishondan dal mush javobni kutgan edi. Acaba hazratlari quyosh, oy yulduzlarga qaraslar hech gap yo'q-ku. Biz qarasak dahri sanıldı ekanmiz-da. Bu Ishonning tili bir necha daqiqa tutildi. Ochiqdan bo'g'ilib ketdi. Tadanlıq qilib qapqanğı dəstəvağın tülkidək tipirledi. O, özünün bundaq asan bablanıb qilishini xiyalığımı keltirməyən idi. Yanılgınını yoşuruş üçün ucum nişanını burup etməkçi bulup eğiz açdı. Neyme desili meyli? Sili degen səltənət pasıbani. Əlbəttə dur göhər taqalğan taj giysilə boluyu verir. Amma səllinimi tərk etmislə aliyləri. Səllinim tərk etmislə aliyləri. Səlli degen İşanның muddasını düşəngen Mirza Ulug Bey qanchalik yüz xatır qılmay sözünü bölüp etdi. Beşimdə aql idrak bolsa mağa şu kifoya hazratlar. Səlli bilan kattılıq men üçün bihacetdir. Musulmanı kamillik səlli bilan saqalğıl hacet emas. Mört kelgende saqal degen qirqisi ösüp turgan kokat, səlli degen ahmata xalas. İşan Şeyh Nizam'dan xamuş, g'azabdan g'olildab titradi. Ko'zining oq paxtasini chiqardi. Soqilim bilan sallamdan fitna qusur izlamoqchimisizlar? O'zing to'g'ri bo'lsang fitna qusurdan qo'rqma debdikan. Chunki dutarning uni padiga mos kelsa, sozanda uning quliqini to'lg'ab turmas hazratim. Bo'ldi bas. Bu yerga sizlar bilan dardalash qilganmidim. Dedi Mirza Ulug Beg birdan hukmdorlarga xos surhayvisi bilan Ishonga mixdek tikilib. Aytsizlar, dasatxonaning ulini vayron qilishga muddalari zodi nima? Mirza Ulug Begni har qancha bo'lsa-mu o'zdek yolg'iz Samarqand xalqi emas, butkul Mavara Unnahir vodisidagi barcha xalq hurmatlaydigan Sulh peshvosidan tap tortadi. Qattiq gap qilishga petinolmaydi deb xomxiyol qilgan Ishon Shayx Nizamidan xamush munozirada Mirza Ulug Begning o'ziga qanchalik yuz xatir qilmaganini ko'rib, chotni xato so'qqanligini his qilgan edi. Manamdi uning birdanla g'azabga kelganini ko'rib, hozirli o'limga buyurildigandek tuyg'uga kelib, vujudini vahima bosdi. Qo'lida jon qolmadi. Shundaqdimi o'ziga cheksiz hurmat bilan tikilib turgan ming'an muridil hidoyatchilarining ko'ziga qarab, o'zini mag'rur tutishga tirishdi. Boyi dedim-ku oliylari, Janobi Allohning pok dargohi bo'lmish xonqa
Bay dedim bu alileri, Cenab-ı Allah'ın pak dergahı olmuş, Xanıqayı mübarek seliş. İşanның орнында başqa adam болған болса, Mirza Ulug'bek allaqachon o'limga buyurib, kallasini og'zib bo'lgan bo'ladi. Shu topda qahri g'azabi chekiga yetgan bo'lsa-mu, ammo atrofdagi ishonni avliyodek ko'radigan minglagan muridlarga qarab paylidan yondi. Shu topda Mirza Ulug'bek ishondan qo'rqib emas, xalqdan hayo qilyotdi. Xanqai Mubarakni ko'hak edirliqining qandoq yerga solsizlar mayli. Lekin Rasadxonning o'rniga tegmisizlar. Dedi Mirza Ulug'bek har bir eg'iz gapni tishlarining orasidan chiqarib turib. Bu to'pilikka ikkinchi qadam bosmisizlar hazratim. İşan Şeyx Nizamdan xamush Mirza Ulug'bekning gapini anlamagandek qiyofatda taskaga qiyilgan quyoshga shundoqli bir qarab etib, yanidagi xalifasiga burildi. Namoz peshinning vaqti bo'lib qopti. Qazo bo'lib ketmasin. Mush yerda o'tib olaydi. Mirza Ulug'bekka gap tepib beramagan ishon peshin namozni bahona qilib, muridlarining oldida rasvo bo'lishdan qutulib qolmoqchi bo'lgan edi. Ishonning o'zini qasddan ko'zga ilmayotganligini his qilgan Mirza Ulug'bek g'azabdan titrab ketdi. Ta mushkamgacha hech kim uni bunchalik hurmatsizlik qilib boqmagan edi. Ammo namoz o'qishga taraddud qilib turgan ishonni jazolashga amalsiz edi. Salla oldiraqsanlik qilsa, Mirza Ulug'bek pirbuzuruk avliyani namoz o'qishdan to'sibdi, ibodat qilg'il qo'ymay jazolabdi degan batmonga qoladi. Shu daqiqada ishonning kutganimi dal shu edi. Xalifa kishilarni peshin namoziga chaqirib, azon to'lashga boshladi. Ishon Shayx Nizomdan xamush osta kayniga o'rilib, boy soyvan qilgan yerga ko'rpidek yumshoq chimliqqa oldini qiblaga qilganicha yukindi. Shu hamon kishilar to'pidan tahorati borlari yugurib kelganicha uning orqasiga kelib sap to'zdi. Tahorati yo'qlari belning to'yinidagi eqinda tahorat ilish uchun yugurishdi. Mirza Ulug'bekka endi bu yerda turaverishning hojati qolmagan edi. Agar boshqacha bo'lgan bo'lsa, ishonning kayniga o'tib peshin namozini o'qigan bo'lardi. Shu topda ishonga iqtido qilib namoz o'qishga ko'ngli tatmay yotadi. Eng yaxshisi peshin namozini shaharga kirib, ozni masjidda o'qiy. Uninggacha peshinning vaqtimi o'tib ketmas. Mirza Ulug'bek bir sakrabla olib ochaq jada oyg'irg'i mindi-da, ishondan olinmagan ochiqini chiqarmoqchi bo'lgandek otga ochiq qamchi soldi. Mirza Ulug'bek bir sakrabla olib ochaq jada oyg'irg'i mindi-da, ishondan olinmagan ochiqini chiqarmoqchi bo'lgandek otga ochiq qamchi soldi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni o'sha yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.